hammaga qarata o'tiringlar dedilar. Buni eshitgan Ibn Mas'ud darhol turgan joyida masjidning eshigi oldida o'tirdi. Payg'ambar alayhisalom uni ko'rib, "Kelaver ey Abdulloh ibn Mas'ud" dedilar. Sunnatni mahkam tutishi. Alqama Abdullohdan shunday rivoyat qiladi. Voshima, ya'ni igna sanchish yo'li bilan teri ostiga rang o'tkazib badanga naqsh soluvchi ayollarga, badanga naqsh soldiruvchi ayollarga, yuzdagi tuklarni teruvchi ayollarga, yuzdagi tuklarni terdiruvchi ayollarga, chiroyli ko'rinishi uchun tishlarining orasini yo'ndiruvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin. Bu gap Avsat qabilasidan bo'lgan Ummi Yoqub ismli ayolga ham yetib bordi. U Qur'on o'qirdi. Ummi Yoqub ibn Mas'udning huzuriga kelib so'radi: "Menga shunday xabar keldiki, sen husnni chiroyli qilish uchun Alloh yaratgan narsani o'zgartiruvchi voshima, mustavshima, namiso, mutanammiso, mutafallija ayollarni la'natlabsan. Payg'ambar alayhissalom la'natlagan bo'lsalar, men nima uchun la'natlamay?" dedi Ibn Mas'ud. Holbuki bu Allohning kitobida bitilgan. Mushafni to'liq o'qidim, lekin bunday oyatni ko'rmadim dedi ayol. Agar Qur'onni o'qiganingda mana bu oyatni topgan bo'larding. Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Hashr surasi 7-oyat. Sening ayollaring ham bu ishlardan xoli emas, hozir borib ko'raman. Borib ko'ra qol dedi Ibn Mas'ud. U bordi, ko'rdi va aytgan narsasidan hech bir iz topmadi. Abdullohning oldiga qaytib keldi va hech narsa ko'rmaganini aytdi. Shunda Abdulloh: "Agar bu narsalardan birortasi bo'lganida, ularni taloq qilgan bo'lardim" dedi. Boshqa bir rivoyatda keladi: ayol aytdi: "Balki xotinlaringdan ba'zisi bu ishni qilar. Bor huzuriga kir, qara" dedi Abdulloh. U ayol kirdi va chiqib hech narsa topmaganini aytdi. Abdulloh shunday dedi: "Demak sen solih bandaning ushbu vasiyatini eslab qolmabsan. Men sizlarga xilof qilib, sizlarni qaytarayotgan narsani o'zim qilishni istamayman." Hud surasi 88-oyat. Alqama aytadi: Abdulloh ibn Mas'ud Abu Muso al-Ash'ariynikiga bordi. Namoz vaqti bo'lib qolgan edi. Abu Muso: "Ey Abu Abdurrahmon, imomlikka o'ting, sizning yoshingiz ulug' va olimroqsiz" dedi. "Yo'q, siz o'ting. Biz sizning manzilingizga va masjidingizga keldik. Siz imom bo'lishga haqliroqsiz" dedi Ibn Mas'ud. Abu Muso imomlikka o'tar ekan, kalishini yechib qo'ydi. Namoz tugab salom berilgach, Ibn Mas'ud Abu Musoga aytdi: "Ey Abu Vodil muqaddas, nega kalishni echdingiz? Payg'ambar alayhisalomning mahsa va kalishda namoz o'qiganini ko'rganman." Abdurazzoq, Alloh rozi bo'lsin, Abu Qatodadan shunday rivoyat qiladi: Usayd jamoasidan ozod etilgan qul Abu Said taom tayyorlab, Abu Zar, Huzayfa va Ibn Mas'udni mehmon qildi. Namoz vaqti kirgach, Abu Zar ularga namoz o'qib berish uchun imomlikka o'tdi. Huzayfa unga: "Orqangda turgan uyning egasi imomlikka haqliroqdir" dedi. "Shundaymi ey Ibn Mas'ud?" deb so'radi Abu Zar. "Ha" dedi Abdulloh. Abu Zar orqaga chekindi. "Garchi qul bo'lsa-da, meni oldinga o'tkazdilar. Men ularga imomlik qildim" deydi Abu Said. Boshqa bir rivoyatda aytilishicha, namoz vaqti bo'ldi. Abu Zar imom o'tish uchun oldinga intildi. Huzayfa unga: "Uyning egasi imomlikka haqliroqdir" dedi. "Ha, shunday ey Abu Zar" deb Huzayfaning gapini tasdiqladi Ibn Mas'ud. Ibn Mas'udning namozlari. Namozni vaqtida ado qilishga rag'bati. Imom Ahmad Abdullohdan shunday rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Hali mendan keyin sunnatni o'chiradigan, bid'atni paydo qiladigan va namozni vaqtidan kechiktiradigan kishilar ishingizni boshqaradi." Shunda Ibn Mas'ud so'radi: "Ey Allohning rasuli, o'sha davrga yetsam nima qilay?" "Ey Ibn Ummi Abd, kimki Allohga osiy bo'lsa, unga itoat qilish yo'q" dedilar 3 marotaba Payg'ambar alayhisalom. Juma namoziga bo'lgan rag'bati. Tariq ibn Shihobdan shunday rivoyat qilinadi: Abdullohning uyida o'tirgan edik, bir kishi kirib, namozga iqomat aytildi dedi. Abdulloh o'rnidan turdi, biz ham o'rnimizdan qo'zg'alib masjid tomon yurdik. Odamlar rukuda ekan. Ibn Mas'ud ham takbir aytib rukuga ketdi va shu holatda saf tomon yura boshladi. Biz ham unga ergashdik. Shu payt bir kishi: "Assalomu alayka ey Abu Abdurrahmon" deb shoshib o'tdi. "Sadaqallohu va rasuluhu, Alloh va uning rasuli to'g'ri aytadi" dedi Ibn Mas'ud. Namozni ado qilgach qaytdik. Ibn Mas'ud uyiga kirdi. Biz majlis qurib o'tirdik, bir-birimizga savol qildik. Ibn Mas'ud haligi odamning salomiga "Alloh to'g'ri aytadi va payg'ambarlar yetkazdi" deya alik olganini eshitdingizmi? Ibn Mas'uddan buning sababini kim so'ragan? Masjiddan chiqayotgan paytda men so'radim dedi Toriq. Ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganini aytdi:
Qiyomat soati yaqinlashar ekan, salom xoslanadi, savdo avj oladi. Hatto ayollar erlariga savdoda yordam bera boshlaydilar. Qarindoshlik uziladi, yolg'on qasam ichiladi, haq qasam yashiriladi, qalam yozish paydo bo'ladi. Juma namozi. Alqamadan shunday rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Mas'ud bilan juma namoziga chiqdik. 3 kishi undan ilgariroq kelgan ekan. Abdulloh aytdi: 4 kishining 4-inchisi ham Allohdan uzoq emas. Payg'ambar alayhisolamning shunday deganlarini eshitganman. Qiyomat kunida odamlar juma namoziga kelish tartibiga ko'ra Allohga yaqinroq joy oladilar. Avval birinchi kelgan kishi, keyin ikkinchi, so'ng uchinchi, so'ng to'rtinchi. 4 kishining 4-inchisi ham Allohdan uzoq emas. Nafl va tahajjud namozlari. Ibn Mas'udning kunduzgi nafl namozlariga ham rag'bati kuchli bo'lganini Tabaroniy Abdulloh ibn Yaziddan rivoyat qiladi. Alloh undan rozi bo'lsin, Abdulloh ibn Mas'udga yaqin bo'lgan bir kishi menga aytib bergan edi. Kun og'ganidan so'ng Ibn Mas'ud o'rnidan turdi va 4 rakat namoz o'qishga kirishdi. Namozida 200 oyatdan iborat 2 ta surani o'qidi. Muazzinning ovozi eshitilgach, kiyimini ustiga tashlab namozga chiqdi. Asvad Murra Masruhdan rivoyat qilinadi. Abdulloh aytdi: kunduzgi nafl namozlar ajr jihatidan tungi nafl namozga teng bo'la olmaydi. Faqat peshin namozidan oldingi 4 rakat namoz bundan istisno. Bu namozning boshqa kunduzgi namozlardan fazli jamoat namozining yakka o'qilgan namozdan afzalligi kabidir. Ibn Mas'udning tahajjud namozini qanday ado etgani haqida Alqama ibn Qays shunday rivoyat qiladi. Alloh rozi bo'lsin, Abdulloh ibn Mas'udning uyida bir kecha tunadim. U kechaning avvalgi qismida o'qiladi, keyin bedor bo'lib namoz o'qidi. Oyatlarni takrorlamasdan sekin o'qirdi. Atrofdagilar uning qiroatini jon qulog'i bilan tinglar edilar. Tong g'ira-shira yorishgan paytgacha tahajjud namozi bilan bedor bo'lib, keyin vitr namozini o'qir edi. Laylatul Qadrni kutishi. Abu Aqrabdan quyidagicha rivoyat qilinadi. Ramazon kunlarining birida Ibn Mas'udning uyiga bordim. U balandda bola xonasida o'tirgan ekan. Uning Alloh to'g'ri aytdi va rasuli yetkazdi deganini eshitdik. Keyin undan bu gapining tafsilotini so'radik. Shunday javob berdi: Payg'ambar alayhisalom aytgan edilar: Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 7 kunining o'rtasida bo'ladi. Ertalab quyosh shu'lasiz, sof tiniq holda chiqadi. Men ertalab quyoshga qarab uni xuddi Payg'ambar alayhisalom aytganlaridek ko'rdim. Namozda o'qiydigan oyatlari. Buxoriy rivoyat qilishicha, Ibn Mas'ud namozining birinchi rakatida Anfal surasidan 40 oyat o'qir, ikkinchi rakatda uzun suralardan birini qo'shar edi. Ibn Asir aytadi: Ibn Mas'ud bomdod namozining avvalgi rakatida Anfal surasidan 40 oyat, keyingi rakatda uzun suralardan birini o'qir edi. Ibn Mas'udning xushusi. Amash roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Alloh undan rozi bo'lsin, Abdulloh namozda bir chekkaga uloqtirib tashlangan ko'ylakday xilvarab qolar edi.